Xohlasa navbatdagi mashinamiz Kia K8 2023 yil restyling variantda. Mashinamiz 1.6 gibrid, Xudo xohlasa Black Edition. Zavoddan shunaqa chiqqan, emblemalar alohida qora rangda chiqadi. Hop, K8 yozuvlari ham qora rangda chiqadi. Xudo xohlasa mashinamiz eng fullaridan panorama yuklari bilan kapitanskiy sidenida o'zi ham ko'rishingiz mumkin. Eng fullarida shunaqa mayda qo'yilgan bo'ladi. Mashinamiz zavod bo'lib turibdi. Mashinamiz ozgina DTP'si bor. Mashinamiz atiga 8300 km yurgan, 360 lar hammasi ishlab turibdi. Xudo xohlasa avto hold, elektronika sideniyya. Xo'p, mashinamizda atiga shu joyda ozgina DTP'si bor. Ходовой, oldi krilo, kapot, eshigini olinadi, ходовой terib olinadi. Mashinamiz narxi O'zbekistonga yetkazib olib borib berishimiz bilan Xudo xolasa $22,000 O'zbekistonga yetkazib olib borib beramiz. Rastamashkalar alohida chiqadi. Zapchasini ham Xudo xolasa yig'ib berishga harakat qilamiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqing. Bu mashina Koreyadagi narxi o'zi $38,000 turadi. Biz sizlarga atiga teng yarim narxga olib berib beramiz deyamiz. Ko'rishingiz mumkin, Michelin balonlarda diskalar ham ajoyib. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqsani, chiroyli qilib olib yetkazib jo'natib beramiz. Xudo xolasa mashinamiz o'ta chiroyli.